Ilmiy tadqiqotlar doirasida polimer kompozitlarning asosiy fizik-mexanik xossalari laboratoriya sharoitida kompleks o'rganildi. Xususan, materialning mustahkamlik chegarasi, elastiklik darajasi hamda tashqi yuklamalarga bardoshliligi aniq ko'rsatkichlar asosida baholandi. Bu keyingi renessansimizda ilk bosqichlari desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Bu kompozit mahsulot bilan asosiy binoni yukini yengillashtiryapmiz. 4 barobar metalldan yengil, tok o'tkazish qobiliyati umuman yo'q, nolga teng. Undan tashqari zanglamaydi, chirimaydi, rangga bo'yash shart emas, yonish xususiyati yo'q. Juda katta yuqori gradusda erish xususiyati bor. Juda ko'p turli tomonlari ko'p. Tizimga nisbatan 100% mahalliylashadi. Bino inshootga nisbatan 27% gacha mahalliylashadi. Ijobiy yakunlarimiz, natijalarimiz o'zini yaqin kunlarda samarasini ko'rsatadi va albatta yurtimizga o'zimizning mahalliy mahsulot bo'lgan kompozit profillarni taqdim qila olamiz. Tadqiqotlar jarayonida ushbu kompozitdan tayyorlangan burchak va turli profil elementlarini bino va inshootlarning fahverk konstruktiv tizimida qo'llab, uning yuqori darajadagi seysmik yuklamalarga bardosh bera olishi Turin Politexnika universitetining texnoparkida sun'iy zilzila platformasida sinovdan o'tkazildi. Natijalar esa ijobiy, xususan tizim 9-10 va undan yuqori balli zilzila ta'sirlariga bardosh bera olishi tadqiqot sinovlari orqali isbotlandi. Qurilish konstruksiyalardan polimer konstruksiyani qo'llash, kompozit qo'llash bu juda ham katta ahamiyatga ega. Birinchidan binoning mustahkamligini ta'minlaydi, zilzila bardoshligini ta'minlaydi. Undan tashqari geometrik o'zgarmaslik holatlarini ham ko'rsatib o'tiladi. Tadbir bo'yicha hozir Toshkent arxitektura qurilish universitetining olimlari guvohi bo'ldiki, keyinchalik bizlarda ham mana shunaqa ilmiy tekshirish instituti tashkil qilindi. Bizning universitetimizda ham mana shunday ishlar bo'yicha mobil laboratoriya tashkil qilingan. Butun Toshkent shahrida hozir boshlaymiz. Monitoring o'tkazib, katta binolarga shunday qurilish polimer kompozit materialdan qilingan qurilish konstruksiyalarni tavsiya etamiz. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bazalt va shisha tolali polimer kompozitorlardan foydalanish konstruksiyalarning og'irligini kamaytiradi, korroziyaga chidamliligini oshiradi. Shu bilan birga materiallar energiya tejamkor va ekologik barqaror qurilish tizimlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.